öz qo'li bilan bir qitimdan qo'rib chiqishni umid qilman. Size dersimizni so'zlab o'tmoqchiman. Darsga diqqat qiling. Kerakli materiallar qo'yning qayerni, so'ngchang, chinsay, piyaz ham quruq o'ylaza, unaqdan kavachan qator materiallar ketadi. Avval qo'yning qayerni pishirib olgandan keyin uzun holatda to'g'rab tayyorlaymiz. Laza, unaqdan yana piyazlarni mush holatda uzuncha holatda to'g'rab tayyorlaymiz. Unaqdan bir tahsimizga ayrim ilib olgandan keyin karabshani mush holatda to'g'raymiz qizlar. Undan quruq lazimizni qaynoq suv chilab qo'yamiz, yumshaydi. Achchiq yeyishni yaxshi ko'rgan qizlar bo'lsa, jiqroq laza, achchiq yeyishni yoqtirmaydigan qizlar azroq laz qo'ysalar bo'ladi. Qazinimizga may qo'yib, mayga kavachini silib, kavachining ustiga piyaz, achchiq laza, achchiq qizil lazini silib bir qo'rib olamiz. Qo'rib olgandan keyin uning ustiga karabshani silib qo'yamiz. Qo'rib olgandan keyin to'g'rab tayyorlagan qayinimizni silib aralashtirib qo'yamiz. Bunun ustiga azroq chanyu va to'g'rab tayyorlagan sanjang bilan samsimizni silib, tuzlarni tepib aralashtirib tasimizga ilasak bo'ldi. Bugungi xumarimdan to'qiman achchiq qayron qo'rimizni darsimiz yakun. Zarxal darsi huzurlarda meni qo'shilishni unutmanglar. Xayr xo'sh.